Sotuvda DAF XF Euro 6 bor Wilton Persep bilan komplekt holatda 105 kubali mega bo'ladi. Narxini ham videoni boshida aytib o'tib ketay. Egalari 65 ming AQSh dollar deb aytishyapti. O'zmoz kelishiladigan joylari bor. Endi furani ma'lumotlari bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Tigach 2016-yilda ishlab chiqarilgan bu 460 tliga bosib o'tgan masofasi 1 milliondan oshiq masofani bosib o'tgan. Avtomat korobkada retardo bor. Salon ichki holatlarini videoda ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Baklari bu tomonda 650 litrli bak, u tomonda 380 litrli bak bilan jihozlangan. AdBlue sistemalari miyasida uzdirib qo'yilgan ekan. Balonlarning holatini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Persep 2018-yilda ishlab chiqarilgan 105 kubali Wilton Mega Persep bo'ladi. Moslari safmos utka qo'sh lentakali, ya'ni lentakasi ikkita. Persep ichlari to'liq usilenniy qilingan, alyuminda turibdi, tevalari pasti taxtada. Agar furaga qiziqqan bo'lsangiz, egalar nomerini videoni pastki qismida yozib qoldiraman. Telefon qiling, u yana o'zingizni qiziqtirgan savollarga o'zlaridan javob olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati Chust tumanida turibdi. Bu videoni mana shunaqa DAF Euro 6 qidirib yurgan furachidan ishlarga jo'natib qo'ysangiz, hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.